Ro'moling interesno. Ayolimni to'g'risini aytadigan bo'lsam, meni yoshligida ko'rgim keldi. Umralarga yubordim, hajlarga va ro'mol o'rashni xohladi. Bu xohladi, men ruxsat berdim. Hijob ro'mollarini o'radi, o'zini amalini joylarida qildi, hamma narsasini da ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, men xohlamay qoldim. Nimaga? Men o'sha yoshligimda yaxshi ko'rgan ayolimni ko'rgim keldi. Har doim ko'z oldimda. Chunki uyga borganda baribir uxlayotadi. Kechqurun uxlaydi, ertalab borsam uje mendan oldin turib ketgan bo'ladi. Men sal kechroq turib ketaman. O'sha uchun buni ro'molni majburlab yechib tashlagan. Meni yaxshi ko'rganimda, meni o'sha yoshligimda seni ko'rganday ko'rgim keldi. Men qaysidir ayolni shunday boshlarini ro'mollarini olib tashlab yoki ro'moli olingan ayolni yonimda ko'rgim keldi emasda, o'zimni ayolimni shunday olib yurgim keldi. Bo'ladi-ku, to'g'rimi? Yo'na to'g'rimi? Men boshqa masalan ayolni o'sha sochlarini yoyib qo'yib, yo ikkinchi xotin qilib qo'yib, yo uchinchi xotin qilib qo'yib, men ayolimni yaxshi ko'rganim uchun men bunga shu narsani aytdim, tushuntirdim. Onasi, men seni yoshligimda yaxshi ko'rganday, seni yana ko'rgim bor. Menga ro'moling interesno.